erni boy qiladigan ayollar hammasi Faberlic kompaniyasida. Nima unaqa deb deyishinglar mumkin. Chunki Faberlic kompaniyasiga keladigan ayollarimiz hammasi turmush o'rtoqlarini boy qilishadi, ishonmaysizmi? Ya'ni bitta menga inson yozdilar-da, menga beauty cafe naboridan bering dedilar. Men xo'p dedim. Bilasiz, o'zbekchilik srazu necha pul qilib berasiz? Kelishtirib bering, chegirmada qilib bering deymiz, to'g'rimi? Keyin xo'p dedim. Chegirma narxida qilib berarman sizga dedim. Keyin aytdilarki, beauty cafeni pudrovisidan bering dedilar. Xo'p dedim, mana uni ham nabor qilib olib berdim. Endi qizlarjonlar, keyin o'zlariga aytdim, taklif etsam maylimi dedim. Nima taklif dedilar? Siz a'zo qilib qo'ymang. Yo'q, kerak emas. A'zo qilmayman dedilar. Chunki men ko'chma-ko'cha narsa sotib yura olmayman dedilar. Men aytdim, hech ham ko'chma-ko'cha sotib yurishingiz kerak emas. O'zingiz uchun narsalarni xarid qilasiz, chegirma narxida olasiz. Shu narsalarni xarid qilganingizga kompaniya tomonidan bepul atir, bepul sovg'a ham olishingiz mumkin. Yo'q, shunaqasi ham bo'ladimi dedilar. Registratsiya bepul. Unda srazu mana a'zo qiling dedilar. 12 viloyat bo'ylab xohlagan joyingizdan registratsiyadan o'tishingiz mumkin. A'zo bo'lish uchun